usta shogirdlar bor endi bilsanglar. Shunaqa ustalar bor, 10 ta shogirdi bor, bilasizlarmi? Eng qiyini eng kichkina shogirdga. Chunki u eng 10 yo'g'i, hali do'konga kelsangiz dachaga beriladigan qurtobdan ham 300 so'm arzon, 1100 talik shogird bo'ladi. Bunday qarab turib, "Ana bola nima qilyapti mana?" desa, "Shogirdiz u" desa. "Yo'q, qachon tushdi, ko'rmay qolibmiz u. 3 yildan beri mashida." Katta bola bo'lib qoldi faqat. Ismini ham bilmaydi ko'pchilik. Eng qizig'i hali katta shogirdlarga ham o'yinchoq u kichkina shogird. Usta deydi. Yuring, mana ish yo'q bo'lib qolganiga it urishtiramiz deydi. Bizda it bitta-yu, qanday u o'zi bilan o'zi g'alati bo'lib qoladi, urishsiz. Yo'q, kichkina shogirdga ayindan so'xdi mashi deyodik ishandi, hozir perchatkalar bilan tayyor turibdi deydi. Eng o'n ismini ham bilmaydi, aytayapman ko'pchilik hali kichkina shogird. Bunday qarab turib. Yuring-da siz shogird bola, bu katta shogirdlar ichida sizga zayi yo'q. Yuring, sizga boshqa ish ko'rsataman deb uyga olib kelib, "Mana shu 300 metr devorni shu vaqt qivarsiz, men qo'lingizdan ish kelib qolganiga ishonaman" deydi. Bu shu vaqt qivaraman-u, men powerga shogirdga tushganman. Nima foydasi bor bunisi? Siz ish qila oling, abitga zo'r qilib ovqat, tarvuz bilan non.